Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Topinglarchi, bilaman. Qadra maydoni. Dangada odamlar uchun mo'ljallangan most ustidaman. Qaranglar, qanaqangi chiroyli shaharimiz. Kundan kunga chiroyli bo'lib ketyapti. Ertalab soat 8, hamma ishiga, o'qishiga ketishi bilan ovora. Lift ishlamaydi anchadan beri. Shahar o'zgarib ketgan. Anchadan beri kelmagan odam tanimaydi shaharni. Mana bu yoq juda ham chiroyli joy hisoblanadi. Mana bu yoq o'sha mashhur Ganga pirojnisi, morojniy sotadigan joy. Xizmat. Pastga ham tushib oldim, lekin nimagadir odam kam bugun. Ostanovkalarda ko'p odam bo'lardi. Shaharimiz mashalloh kundan kunga rivojlanib boryapti. Mashinalarning shovqinidan deyarli hech narsa eshitilmayotgan bo'lsa kerak. Mana bu hozirgi men chiqib kelgan ko'prik hisoblanadi. Endi bu videoni nima maqsadda qo'yyapman? Misol uchun chetda yashayotgan yurtdoshlarimiz bor. Anchadan beri 10 yil, 15 yildan beri O'zbekiston kelmagan. Yurtida ko'pman ayollar bilan gaplashganimda, viloyatda qancha ayollarimiz bor, hatto Toshkentga kelmagan. Ana o'sha ayollarga ozgina bo'lsa ham shu shahar atmosferasini his qilish uchun mana shu videoni qilaman. Keyingi lokatsiya Alayski bo'ladi. Agar u yerda ham video ola olsam, u atmosferasini ham ko'rsataman. Mana men avtobusga ham chiqib oldim. Avtobusda ketyapman. Endi men Qo'yliqqa qarab ketyapman. Endi keyin sizlarga Qo'yliqni ham ko'rsataman. Lekin u yerda janoqa o'zgarishlar yo'q, lekin yangi binolar tushgan. Bu bo'lsa Toshkentdagi eng katta nima edi, quyosh derdi yoshligimizda ana o'sha hisoblanadi. Bu yo'llar bo'lsa hali ham o'sha. Men sizlarga birodarlar shu Alayskiga borganda Oy bozorini, o'sha atrofdagi binolarni ko'rsataman. Mana manzilimizga ham yetib keldik. Mana shu sizlar ko'rib turgan Orient deb yozilgan binoni ichiga kiramiz sizlar bilan birgalikda. Uning uchun biz avtobus shu ostanovkada tushadi va narigi betga o'tib olishim kerak bo'ladi. Hozir buning orqali narigi betga o'tib olamiz. Mana shu metro qilib ketib bo'ladi. Mana bu har xil pasportlarni katta qilib ishtaha ochadigan qismini o'zbekistondan shu yerdan turib zakazida bo'ladi. Chiqqandan keyin o'zi shunday olasiz, bekitib olasiz. Mana bu joyi men ovqatlanadigan joy deb o'ylardim. Ammo bu joyda bu yerda sizlarda tillalar sotiladi. Keyin ko'p zo'r joylar. Bu joyda mana shu oldin chiqqanimizda mana shu Orient biznes markazi bo'ladi. Mana shu joyi ham men sizlarga, ya'ni sizlar men bilan birgalikda ichlarini ham ko'rasizlar. Faqatgina birinchi etajni ko'rsata olaman, undan yog'iga ko'rsata olmayman. Keyin bu yerda CryptoMark magazini ham bor. Ya'ni sizlar kriptovalyuta sotmoqchi bo'lsangiz, sotib olmoqchi bo'lsangiz, qonuniy yo'l bilan ham sotib olib, ham sotsanglar bo'ladi. Bemalol bilsanglar, agar O'zbekistonda P2P taqiqlangan, mana shunaqa joylardan bemalol sizlar USDT olsanglar bo'ladi. Bu yerda Bitcoin, Solana, shunga o'xshash kriptovalyuta, altcoinlar, ya'ni ololmaysizlar, faqatgina USDT olib, o'zingizlarning birjalardan keyin USDT ga boshqa coinlarni sotib olsanglar bo'ladi. Mana bu kirish eshigi. Hozir ko'rsataman. Bu bo'lsa chiqqan. Hozir endi sumkani kartamni olaman. Kartani ko'rsatib keyin kiriladi. Liftga chiqiladi.
Mana bu bo'lsa boyagi Oloy bozorining tepasi, ya'ni tilla sotadigan joyi yam-yashil bo'lib turgan. Ana uni orqa tomonda ham eshigi bor ekan. Orqa eshikdan chiqqaningizdan keyingina kattagina oziq-ovqat bozori bor ekan. Men shu narsani shuncha yil Toshkentda yashab, Toshkentda tug'ilib, katta bo'lib, endigina bildim. Ayb kelib yurmaysizlar. Shahari mana shu ko'rinish vidi. Men nimaga bu videoni qilyapman? Chunki o'zim bilmadim nimaga. Mana bu yerda Toshkent City ko'rinyapti. Bu yerda Alisher Navoiy muzeyi ko'rinyapti. Poytaxt ko'rinyapti, biznes markazi. Hamma yoq ko'rinib turadigan vidni yaxshi ko'raman. Bilmayman nimaga. Tepadan mashinalarning yurishini kuzatishni, umuman hayotni butunlay kuzatishni yoqtiraman. Shuning uchun ham sizlarga ham mana shu narsani ilindim va shuni aytmoqchimanki, mana bu yerda Mobius yonida Ucell kompaniyasini eng katta glavniy ofislari ham joylashgan Aleskida. Mana bu esa boyagi men kelgan joy. Hozir men sizlarga osmonni ko'rsataman. Qaranglar, qanaqa zo'r ko'rinadi. Men tepadagi vidni aynan bitta joyga uy olishga borganimizda 7-etaj bo'lgan. Shunaqa zo'r lokatsiyasi yoqqan, chunki nima desa bo'ladi, o'rtada Toshkent City ko'rinyapti. Yonida boyagi men sizlarga ko'rsatgan parkka kechqurun shunaqangi shom payti, asrdan shomgacha bo'lgan paytda bo'lganman o'sha joyda. O'sha yerda olari ko'rinib, parkda o'sha aylanadiganni har xil chiroq bo'lib yonyapti. Toshkent Cityda televizorlari har xil bo'lyapti. Undan tashqari quyosh botishi shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Butun shahar xuddi shaharni toli o'rab turgandek bo'lib, shunaqa chiroyli manzara bo'lgandan men shu tepalikka ishqim ketgan. O'shandan keyin tepalikni yaxshi ko'rib qolganman. Shuning uchun ham mana shu vidni har doim ko'rsam maza qilaman. Chunki bilganman bu menga mana shu vid rohat berishini, qalbimga yoqishini. Shuning uchun ham xudo xolisa orzu qilaman kelajakda shu tepa baland etajda uyimiz bo'lib, butun shahar ko'rinib turishini orzu qilaman. Orzu haqida gap ketdi. Men sizlarga o'zimni orzuyimni ham aytib o'tmoqchiman. Ya'ni oldinlari orzu maqsad tutib, bitta daftarga hamma orzularimni yozib, ularni rasmlarini ham topib, hattoki chiqartirib yopishtirganman. Aynan mana shu xolodilnik temasida shunaqangi o'xshashlik bo'lganki, 2022-yilmi, 2023-yilmi, qaysidir yili xullas yozganman o'shani. Oradan lekin ancha vaqt o'tib, mana shu orzularimni uyimizni ham alishtirganmiz, boshqa uyga ko'chganmiz, ham orzularim amalga oshgan, ham aynan shu oradan vaqt o'tganimizdan keyin men yopishtirgan eng qimmat xolodilnikni tasodifan sotib olganimizni bilib qolganman. Ya'ni shu eski yangi uyga ko'chganimizda shu yozgan daftarim chiqdi. Shu daftarimni ochib, orzularim qanchasi amalga oshgan ekan deb ko'rib chiqayotganimda ko'p narsalar amalga oshganini, даже ortig'i bilan amalga oshganini ko'rganman. Yana qo'shimchasiga men mana shu narsani bilganmanki, ana o'sha xolodilnikni ko'ryapman, rasmini qarasam uyimizda turgan xolodilnik. Lekin biz o'zi aslida boshqacha xolodilnik sotib olganmiz. U xolodilnik to'kka kuchi past bo'lganiga ishlab muzlatib bera olmagan. Shuni hisobiga bizga sotgan odamlar xolodilnikni olib ketib, mana bu xolodilnik zo'r ishlaydi, ham narxi ozgina ustiga razницасini qo'shsanglar, sifatli narsa olasizlar. Yaponiyani brendi, Toshiba brend bu hisoblanadi deb aynan o'sha xolodilnikni tashab ketgan. Biz o'sha xolodilnikni ishlab turganman, men bilmaganman. Lekin oradan vaqt o'tib o'sha daftarim chiqib qolganda bitta ochib qarasam, almashganda haqiqatda o'sha orzuyli narsa kirib kelar ekan shunga-da. Boshqa xolodilnik bo'lsa ishlamagan, to'q yetmaganni hisobiga, lekin uni nechta olgan odamlar maqtaganda, lekin men orzuyimda boshqacha rasmda yopishtirganim uchun xuddi o'sha rasm bo'lib qaytib kelyapti-da xolodilnik. Shundan bilganman orzular albatta amalga oshishi nima desa bo'ladi. Orzular amalga oshishini-da, orzu daftari yozish kerakligini va u realniy amalga oshishligini bilganman. Даже bundan katta narsalar ham amalga oshgan.
Xudo xohlasa men keyingi videolarimda aynan shu orzu daftarimni ochib, ko'rsatib, realniy xolodilnik bilan men sizlarga solishtirib ko'rsatib etaman. Ya'ni video qilib ko'rsataman, unga alohida video qilaman, u keyingi videolarimizda bo'ladi inshaalloh. Hozirgi bu vlogimiz nihoyasiga yetdi. Yana qanaqa videolar chiqarishimni xohlaysizlar? Agar nimadir taklifinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha